tagi tosh davlatimsiz, mirishkorim basavlatimsiz, mehri daryo badavlatimsiz, davlat shohim mehribon dadam, yomg'ir qorda soyalar bo'lgan, zafarlarga qoyalar bo'lgan, orzuyimga g'oyalar bo'lgan, mehribonim jonim dadam. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz tinglovchilar, bizlarni olis va yaqin manzillarda tinglayotgan doimiy kuzatuvchilarimiz barchangizga 2025-yilning 30-iyun kuni xayrli bo'lsin eslatib o'taman. Bugun haftaning birinchi ish kuni dushanba, tinglayotganingiz radio tabrik loyihasi sizlar bilan boshlovchi Kamina Surayyo Rahimova. Ushbu sanada tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizga ayyomlari muborak bo'lsin deya tabriklarimiz ketma-ketligi davom etadi. Bizda navbatdagi tabrigimiz egasi borlar Toirov Shuhratbek amakimiz bilan bog'lanamiz. 1966-yil 30-iyun sanasida tavallud topganlar, Andijon viloyati Shahrixon tumani Hamza ko'chasi 31-uyda istiqomat qiladilar. Hozirda esa Rossiya Federatsiyasida ekanlar. Ularga ijtimoiy tarmoqlar orqali qo'ng'iroqni amalga oshirmoqdamiz. Agarda bizni qo'ng'irog'imizga javob bersalar, yaqinlardan kelgan chiroyli dil so'zlarni ularga yetkazib, ko'ngillarni ko'tarib. Allo. Assalomu alaykum. Assalom. Shuhratbek amakim bilan bog'landimmi? Salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Rahmat, siz yaxshimi, ishlar bo'lyapti? Alhamdulillah, yaxshi, rahmat amakijon. Biz sizni radio tabrik loyihasidan bezovta qilyapmiz. Bugungi shukrona kun, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Qolaversa jannat makon diyoringiz O'zbekistondan alangali salomlar bo'lsin. Rahmat, sog' bo'linglar, ishlaringizga rivoj. Rahmat. Ayni daqiqalarda yaqin bir insonlaringizdan birlari bizni loyihamizga murojaat etishmoqda. Sizga xursandchilik ulashish maqsadida kim deb o'ylaysiz ushbu insoningizni? Qizimdir-da. Nega aynan ulardan tabrik eshitmadingizmi erta tongdan beri? Hammasini eshitdim. Balki do'stlaringiz orasidan bo'lishi mumkin. Do'stlarimiz bo'lishi mumkin. Kim bo'lishi mumkin do'stlaringiz orasida? Rahmon bo'lishi mumkin, Ravshan bo'lishi mumkin. Aha. Albatta amakijon, bizning loyihamizni o'ziga yarasha qonun qoidasi bor-da. Hozir sizga birgina imkoniyat taqdim etaman. Ana o'sha imkoniyatda bir urinishda mana shu insonim bo'lsa kerak deb topishingizga to'g'ri keladi. Faqat bir kishini aytib, agarda topa olmasangiz, bizga istalgan mavzuda 4 qator she'r aytib berasiz. So'ngra ularning kim ekanliklarini oshkor etaman. Mayli. Kim deb o'ylaysiz? O'ylab javob bering. Topa olmasangiz she'r aytib berasiz. She'r bilmasam nima qilaman? She'r bilmasangiz, yaqin biror bir insoningizga dil so'zlaringizni izhor etib berasiz. Sog' bo'lsin. Qani, Kim deb o'ylaysiz? Aytib ko'ringchi, balki toparsiz. kichkina kuyov bo'lishi mumkin, Mashhurbek. Aha. Nega aynan kuyovlar? Kuyovlar tabriklashi mumkinmi yoki o'g'ildek bo'lib qolganlarmi? O'g'ilgan ham ziyoda-yu. Mashalloh. Umrlari uzoq bo'lsin. Albatta, sizni she'r aytishga majbur etmaymiz, sababi siz ularni topdingiz. Otani ko'ngli sezadi-da. Barcha yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz nomlaridan aytib o'tganingizdek, kuyov o'g'lingiz Mashhurbek akamiz, qolaversa joningizdan jon bo'lgan bolajoningiz, qizingiz Odinaxon opamiz sizni samimiy muborakbod etishmoqda. Rahmat, sog' bo'lsin hammasi ham. Yaxshi niyatlarga yetishsin. Rahmat, siz uchun chiroyli dil so'zlarini yozib qoldirishgan o'qib eshittirib qo'ysam bo'ladimi? Mayli, sog' bo'ling, eshiting. Marhamat, tinglab qabul etasiz. Assalomu alaykum mehribonim, duogo'yim, davlatim, dadajonim. Bugungi shukrona kun, tavallud ayyomingiz Allohga banda, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga ummat bo'lgan kuningiz muborak bo'lsin. Hayot yo'limizda sizni dadajonimiz qilib tanlab bergan yaratganga ming shukrlarimiz bo'lsin. Dadajon, uzoq yillar davomida biz farzandlaringizga, nabiralaringizga bosh bo'lib, duogo'yimiz bo'lib yuring. Alloh sizni boshimizdan ayirmasin.
bermasin. Kezi kelganda xafa qilib, birozgina ko'nglingizni ranjitgan kunlarim bo'lgan bo'lsa, ming uzrlarimni qabul etasiz dadajon. Sizni juda yaxshi ko'ramiz. Biz farzandlaringiz uchun o'zingizni musofir davlatlarda ehtiyot qiling dadajon. Sizni juda sog'indik. Sog' salomatlikda, bag'ri butunlikda tezda bag'rimizga qaytishingizni yaratgandan so'rab qolamiz. Sizni jonidan-da ziyoda ko'rguvchi qizingiz Odinaxon deya nomalarga yakun yasaganlar. Ziyoda bo'lsin. Sizlarga ham ishlaringizga barakatlar bersin Alloh. Rahmat. Albatta amakijon, siz bilan bo'layotgan suhbatimizni esdalik tarzida yozib olinmoqda. Marhamat, radio tabrik loyihasi orqali yaqinlaringizga, oila a'zolaringizga yuqorida birozgina bir soniyaga bo'lsa-da yoshligingizga qaytargim keldi do'stlaringizni eslatib, mana shu do'stlaringizga bo'lishi mumkin salom va tilaklaringiz bo'lsa bemalol yo'llab olishingiz mumkin. Bu imkoniyatlar sizniki albatta. Barcha yaqinlarimga, oila a'zolarimga, do'stlarimga hammasini umri uzoq bo'lsin. Rizqulloq bo'lsin. Hammasi yaxshi niyatlariga amalga oshsin Xudoyim. Barchasi jannatlarga tushsin. Sog' bo'lsin hammasi. Rahmat hammalariga. Rahmat, samimiy go'zal tilaklaringiz uchun katta tashakkur. Albatta biz ham sizga ijodiy jamoamiz nomidan tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin deymiz. Alloh rizqingizga, umringizga barakasini yog'dirsin. Eng muhim ibodat aslo tark etmasin. Qilgan ibodatlaringiz, solih amallaringiz safida bo'lsin inshaalloh. Aziz yurtdoshim, musofir davlatlarda yurgan barcha yurtdoshlarimiz qatori siz ham o'zingizni ehtiyot qilishga majbursiz albatta. Allohga omonatimiz, siz o'zingizni ehtiyot qilasiz. Biz ham sizga albatta ijodiy jamoamiz nomidan tavallud ayyomlari yana bir bora muborak bo'lsin deymiz. Quyida bir musiqiy taronamiz bor, albatta Odinaxon opamiz nomlaridan bizning to'lqinlarda siz uchun jarang sochadi. Marhamat, tinglab qabul etasiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat, yana bir bora shukronalik ayyomlar muborak bo'lsin. Aziz yurtdoshim, o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr salomat bo'ling. Siz men uchun eng yaxshi inson. Buni har kuni aytaman dada. Borligingiz o'zi baxtligim. Sezdim qaytadan dada. Og'rib qolsam devorni mushlab
jon